Singlim Begoyim, shuncha pul yig'ildi. Hammaga rahmat. Dadam endi tuzalib ketadi. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Orqamda turgan mana shu ikkita qora ko'zning dadasini biz hayotini saqlab qolyapmiz. Mana shu summalarni bilaman, sizlar yig'ib bergansizlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Lekin mana shu summalarning ichida sizning pulingiz bo'lmasligi mumkin, lekin siz sababchi bo'lgansiz. Chunki mana shu videolaringizga siz like bosyapsiz va mana shu videolarni tarqatyapsiz. Akamiz jigar sirrozida, ya'ni jigar xastaligi bilan, ya'ni jigar qurishi bilan og'rigan edi. Biz videolarini Ramazon ulug' oyda qo'yganmiz va sizlarning omonatlaringizni mana shu summalarni qancha yig'ilganini sizga e'lon qilamiz. Hozir bu yerda 20 million, 30 million, 40 million, 50 million, 50 million, 60 million, 68 million, 68, 73 million. Biz sizlar bilan 73 million so'mni yig'dik. Akamiz o'zlari mashinalari bo'lgan, uy-joylari bo'lgan, uchastkalari bo'lgan. Mana shu summa 15 ming dollar, ya'ni 200 millionni tashkil qiladi. Akamiz o'zlarida 200 million so'm puli bo'lgan. Mana shu общий summa 273 million so'mni tashkil qilyapti. Operatsiya miqdori 30 ming dollar, ya'ni bizga kerak bo'ladigan summa hozir yana 100 million so'm yig'sak bo'ldi. Agar kuch birlikda inshaalloh, agar bir kun bo'ladimi, 2 kun bo'ladimi, balki zo'ra borsa umri 15 kun bo'lar. Mana shu kun ichida biz akamizga 100 million so'm yig'sak, akamizni inshaalloh Hindistonga yuboradigan videosini qo'yamiz. Inshaalloh mana shu qora ko'zlarning dadasini saqlab qolamiz inshaalloh. Agar sizlar bilan birgalikda mana shu ishni ham, xayrli ishni ham amalga oshirsak, albatta siz u bizga katta savobi bo'ladi va ancha katta biz amallar qoldirgan bo'lamiz inshaalloh. Akamizni ham duo qilib qo'yasizlar kommentariyada va qancha like bosib shu videoni tarqatsanglar, shuncha zo'r bo'ladi degan umiddaman. Men o'z jigarimni bir bo'lagini ukamga bermoqchiman. Hech qaysi opani meni holatimga tushirishini xohlamayman. Yaxshi insonlar juda ham ko'p ekan. Menda umid uyg'ondi o'sha ukamni qutqarishga, bunga yordam bera olishga umid uyg'otganliklaringiz uchun sizlarga juda ham katta rahmat aytaman. Hammalaringizga rahmat, bee'tibor bo'lmaganliklaringiz uchun. Sizlardan iltimos qilamiz. Mana shu videoga befarq bo'lmasdan shu videoni maksimal darajada tarqatishingizni iltimos qilamiz. Mana shu yonimda turgan qora ko'zlar uchun, dadasini sog'lom bo'lib, oyoqqa turib, o'zlariga bosh-qosh bo'lishi uchun, inshaalloh to'ylarda xizmat qilish uchun, dadasini biz Hindistonga operatsiyasi uchun inshaalloh muvaffaqiyatli amalga oshirib kelishimiz uchun biz ehson mablag'larini yig'dik va mana shu ehson mablag'lariga hozir ozgina summalar yetishmayapti. Biz 273 million общий summalari bilan yig'dik. Hozir yana 100 million so'm bizga pul mablag'lari talab qilinadi. Mana shu ekranda turgan kartalar o'zlarining kartalariga tegishli. Telefon raqamlari ham o'zlariniki, bemalol aloqaga chiqib, o'zlariga ehson qilmoqchi bo'lsanglar, uylariga kelib ehson qilsanglar ham bo'ladi. Manzil Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Qozoqli qishlog'i. Bemalol kelib, mana shu akamizga o'zlarining ehson qilsanglar ham bo'ladi. Telefon raqamlariga telefon qilib aloqaga chiqib kelsanglar ham bo'ladi. Agar inshaalloh summa shu 100 million so'mni yig'sak, Hindistondan aeroportdan kuzatadigan videosini qo'yib va kutib oladigan videosini ham qo'yib inshaalloh akamizni jigarini operatsiya qilib, ya'ni opalari jigarini bermoqchi. Inshaalloh muvaffaqiyatli amalga oshirib keladigan umiddamiz. Mana shunaqangi xayrli ishda yordam berayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu summalarni yig'ishga ko'pchilik sababchi bo'lgan, ya'ni misol uchun balki mana shu summani ichida sizning pulingiz bo'lmasligi mumkin, lekin ayrim insonlar bor, mana shu videolarimizga befarq bo'lmasdan hech bo'lmaganda kommentga Allohdan shifo so'rab, mana shu videomizga hech bo'lmasa bir dona like bosib qo'ygan insonlar bor. Mana shu insonlarni o'zi ham mana shu summalarni yig'ilishiga sababchi deb o'ylayman. Agar qanchalik mana shu video yana tarqalsa, shu 100 millionni yig'ib yaqin kunlarda inshaalloh qizil pasportlari chiqishi bilan shu akamizni Hindistonga yuboramiz degan umiddamiz. Shu qora ko'zlar uchun albatta yordamingizni ayamang. Rahmat barchangizdan, Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarimizni o'tkazib bormaysizlar. Podpisatsiya bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.